Xo'sh, 4-savolimizga keladigan bo'lsak, bizda atomning qo'zg'algan holati va normal holatiga nisbatan, ya'ni berilgan, o'sha har birini ko'rib chiqamiz hozir. Bizda A javobimizda berilganki, ftor 9, demak, qo'zg'algan holati nisbatan berilgan 1s2, 2s2, 2p4 va 3d1 holatida berilgan. Demak, bizda ftorni qo'zg'atilgan holatda yozilgan. Lekin biz bilishimiz kerakki, davriy sistemamizda ftorimiz ikkinchi davrda joylashganligi uchun ularda, ya'ni 3-d pog'onachasi mavjud emas. 3d pog'onachasi mavjud bo'lmaganligi uchun biz buni 3d1 ko'rinishda yozishimiz xato bo'ladi. Bu degani A javobimiz bizda xato yozilgan. Ana endi B javobimizga keladigan bo'lsak, B javobda xlor berilgan 17. Xlorda, demak, 1s2, 2s2, hop buni neon bilan yozsak ham bo'ladi, neon. Xo'sh. 3s2, 3p5 deb yozamiz. Endi xlorga e'tibor beradigan bo'lsak, xlorda o'zi 3s2, 3p5 ko'rinishda yozilgan. Bu xlorning qo'zg'atilgan ko'rinishi emas. Ya'ni o'zi normal holatda xlorimiz 3s2, 3p5 ko'rinishda yoziladi. Shuning uchun biz buni B javobda ham xato deb hisoblaymiz. Hop, C javobga keladigan bo'lsak, C javobda bizga S 16 oltin gugurt ko'rinishda yozilgan. Ana endi bunda yozadigan bo'lsak, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 va 3d1 ko'rinishda yozilgan. Endi bunga e'tibor qilamiz. Biz oltin gugurtni tashqi sirtqi qavatini qanday ko'rinishda ekanligini bilishimiz kerak. Oltin gugurt D element emas, mana ko'rib turibsiz, 3d1 ga ko'chirilgan holatda yozilgan, lekin oltin gugurt 3d, ya'ni D element bo'lmaganligi uchun ham biz buni elektron konfiguratsiyasi tashqisini 3s2, 3p4 ko'rinishda yozishimiz kerak edi. Lekin ko'rib turibsiz, 3s2, 3p ko'rinishda yozilgan. Demak, bu qo'zg'algan holatda yozilgan. Oltin gugurtda aynan qo'zg'alish imkoniyati bor. Chunki 3d pog'onachasi mavjud. Shuning uchun ham ko'chish imkoniyati mavjud. To'g'ri javob bizda C javob bo'ladi.